Hop, demak, gametogenezni 4 ta davri bo'ladi. Ana endi nega bu ishlamayapti? Hop, qarang. Hozir 1 daqiqa o'tishga. Demak, gametogenez nima o'zi? Rivojlanishi. Gameta bu bitta organizmdan hosil bo'ladigan jinsiy hujayra deb oladigan bo'lsak, genezis bu rivojlanish degani. Gametogenez endi ikki xil bo'ladi. Birinchisi spermatogenez. Demak, spermatogenez. Spermatogenez bu erkaklarda hosil bo'ladigan jinsiy hujayralar. Xo'p, endi ovogenez. Ovogenez bu ayollarda hosil bo'ladigan jinsiy hujayralar, ya'ni tuxum hujayra, bu yerda esa spermatozoidlar. Ana endi bu ikkalasini bir-biriga o'xshashi hamda farqlari. Demak, ikkalasida ham birinchi o'rinda jinsiy hujayra hosil bo'ladi. Farq. Demak, spermatogenez jarayonida har doim 4 ta hujayra hosil bo'ladi. 4 ta hujayra hosil bo'ladi va ular bir xil bo'ladi. Katta kichikligi jihatdan bir xil bo'ladi. Chunki bularda sitoplazma teng miqdorda taqsimlanadi. Ovogenezda bir xil emas. Ularda 3 ta hujayra mayda bo'ladi. 3 ta hujayra mayda bo'ladi. Bitta hujayra esa yirik bo'ladi. Bitta hujayra yirik bo'ladi. Va ikkinchi farq. Spermatogenez qisqa vaqt davom etadigan bo'lsa, ovogenez uzoq muddatni talab qiladi. Ana endi mana shu gametogenez jarayonida 4 ta faza bo'ladi. Demak, birinchi fazasi bu ko'payish davri hisoblanadi. Demak, birinchi davri buni mana bu yerga yozib olamiz. Ko'payish davri deylik. Birinchisi bu ko'payish davri. Qarang, hujayra 2N, ya'ni diploid to'plamga ega bo'lgan hujayra hisoblanadi va bu hujayraning nomi spermatogoniy deyiladi. Demak, bu hujayra spermatogoniy deyiladi. Spermatogoniy. Va endi spermatogenez jarayonida mana bu hujayra 2 marta ketma-ket mitoz bo'linadi. Demak, birinchi mitozdan keyin mana 2N, 2S bitta hujayra, 2N, 2S dan bu ikkinchi hujayra bo'ladi. Ikkinchi hujayra. Ikkinchi mitozdan keyin bu hujayralar yana 2 ga bo'linadi. 2N, 2S bitta hujayra va 2N, 2S bu ikkinchi hujayra. Mana bu ikkinchi hujayrasi ham yana 2 ga bo'linadi. 2N, 2S va 2N, 2S to'plami. Jinsiy hujayralar dastlab mitoz usulida bo'linadi. Mitoz usulida bo'linadi. Xo'p, endi mana shu mitoz bo'linganda boshlang'ich hujayralar, demak, 2 ga bo'linadi. Undan keyin hosil bo'lgan ikkinchi hujayra ham yana 2 ga bo'linadi. Bu yerda hech qanaqa hajm jihatdan yoki shakl jihatdan o'zgarish bo'lmaydi. Faqatgina son jihatdan ortishi. Ya'ni dastlab hujayra soni bitta edi. Ikkinchi mitozdan keyin ular soni 2 ta bo'ladi. Birinchi mitozdan keyin 2 ta bo'ladi. Ikkinchi mitozdan keyin esa ularning soni 4 tani tashkil etadi. 4 tani tashkil etadi. Xo'p, diploid to'plam shundayligicha saqlanib qoladi. Ana endi bu hujayralarda o'zgarish aynan keyingi faza, ko'payishdan keyingi davrda amalga oshadi. Bu davr o'sish davri deyiladi. Demak, o'sish davri. O'sish davri. O'sish davrida aynan mana shu hujayra
Bitta hujayrani o'zini olaman, lekin mana shu hujayralarni barchasi, mana bu hujayra ham, bu hujayra, mana bu va mana bu hammasi, demak, o'sish davrida interfaza kuzatilganligi sababli, demak, o'sish davrida interfaza kuzatilganligi sababli mana bu yerdagi 2n 2s'da o'zgaradigan narsa bu s bo'ladi. Ya'ni 2n 4s DNK miqdorining 2 hissa ortishi. DNK miqdori demak o'sish davrida spermatogoniyalarda 2 hissa ortib qoladi va bu hujayralarning nomi endi o'zgaradi. Birinchi tartibli spermatotsidlar deyiladi. Birinchi tartibli spermatotsid. Spermatotsidlar deyiladi. Xo'p, aynan mana bu hujayralarning uchalasi ham shu bilan bir xil miqdorda, demak, 2n 4s'li hujayraga aylanib qoladi. Undan keyingi davr bu demak yetilish davri hisoblanadi. Aynan buni chizayotganimiz sababi hozir biz o'rganadigan juda ko'p narsa bor bu yerda. Demak, yetilish davri. Yetilish davrida ana endi bu hujayralar meyoz usulida bo'linadi. Meyoz usulida bo'linadi. Xo'p, meyoz bo'linganda demak hamda meyoz 2 fazalari amalga oshadi. Mana bu meyoz 1 bilan mana bu meyoz 2 ni oralig'idagi davr bu interkinez. Interkinez deyiladi. Buni interfazdan farqi DNK miqdorining 2 hissa ortmasligi. Ya'ni DNK reduplikatsiyalanmaydi interkinez davrida. Interfaza davrida bilamiz, hujayra hajm jihatdan kattalashadi, oziq zaxiralarini to'playdi o'zida, DNK miqdori ham 2 hissa ortyapti. DNK ni ortishini hisobiga xromatidalar soni ham 2 hissa ortadi, hujayra markazi soni ham 2 hissa ortadi bevosita. Bu o'simliklarda emas, hayvonlardagi gametogenez jarayoni, chunki o'simliklarda hujayra markazi bo'lmaydi. Endi qarang, mana bu hujayra aynan meyozni birinchi davriga kelganda telofaza 2 yakunida 1n 2s to'plamiga o'zgaradi. Chunki meyoz siklini juda ham yaxshi bilasiz, hujayra diploid to'plami bilan kirib boradi va birinchi davr oxirida interkinezga kirishdan avval 2 ga bo'linib ketadi telofazada hujayra. Va shuni hisobiga mana bu bitta hujayradan 2 ko'paygan 1n 2s hosil bo'ladi. Demak, yakunda mana bu 4 ta hujayradan 8 ta hujayra hosil bo'lib qoladi. Mana bu hosil bo'lgan hujayra, demak, bunisi birinchi tartibli bo'lsa, mana bunisi ikkinchi tartibli spermatotsidlar deb ataladi. Spermatotsidlar deb ataladi. Bu hujayra aynan interkinez 2 telofaza 2 yakunida 1n 1s to'plamga ega bo'lgan spermatidalarni hosil qiladi. Spermatida. Demak, mana bu hujayra 1n 1s bo'lsa spermatida, agar u 1n 2s bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi tartibli spermatotsid deb ataladi. Endi bu yerda meyoz 2 davrida spermatidalar hosil bo'ldi, lekin bular tuxum hujayrani urug'lantira olmaydi. Nimaga? Sababi bularni hali bosh qismi, dum qismi, bo'yin qismi alohida shakllangan emas. Shuning uchun keyingi davr bo'lishi shart, ya'ni shakllanish davri. Shakllanish davri bo'lishi kerak. Qarang. Shakllanish davrida teparoqqa suramiz.
Bu hujayra aynan mana bu holatga keladi. Ya'ni bu hujayralarning hammasi bir N, bir S, bir N, bir S, bir N, bir S va bir N, bir S holatda. Endi bular haqiqiy spermatozoidlar. Spermatida bilan farqi bular shakllangan bo'ladi. Ya'ni ularni mana bu qismi xivchini bor, harakatlanishda katta ahamiyatga ega bo'ladi. Harakatlanishda mana bu bosh qismida, demak, bosh qismida akrosoma hosil bo'ladi. Akrosoma. Akrosoma tabiatan ferment bo'ladi. Judayam kuchli erituvchi ferment. Buni vazifasi tuxum hujayrani qobig'ini eritib berish funksiyasini bajaradi. Endi undan tashqari bu yerda nima bo'ladi? Golgi majmuasi bo'ladi va mitoxondriya bo'ladi. Mitoxondriya. Mitoxondriyani vazifasi nima edi? ATF sintezlayveradi. Ya'ni bu spermatozoid tuxum hujayrani urug'lantirish uchun birinchi o'rinda xivchinni harakatlantirishi kerak. Xivchin harakatlanishi uchun energiya kerak bo'ladi. Ana shu energiyani spermatozoidlarga mitoxondriya yetkazib beradi. Yetib borgandan keyin akrosoma tuxum hujayrani qobig'ini eritib yuboradi. Undan keyin buni ichidagi irsiy axborot tuxum hujayradagi irsiy axborot bilan qo'shilishi natijasida yangi organizm hosil bo'ladi. Xo'p. Ana endi ologenezni ham ko'rib chiqamiz, keyin hammasini yakuniy tahlil qilamiz. Ya'ni testlarda keladigan nechta genga ega bo'ladi, nechta dominant genga ega bo'ladi, nechta resessiv genga ega bo'ladi. Mana shu savollarni tahlil qilish uchun har birini sizga tushuntirib ketyapman. Xo'p. Ana endi oogenez jarayon. Oogenezda ham aynan hujayra 2N, 2S to'plamda bo'ladi. Dastlab bu hujayrani nomi ovogoni deyiladi. Ovogonilar. Demak, ovogonilarning to'plami 2N, 2S. Bir demkali, bir xromatidali, bir ipli xromosomalarning diploid to'plamiga ega bo'ladi. Bu ham 2 marta ketma-ket mitoz bo'linadi. 2N, 2S. Demak, 2N, 2S holatda. Endi ikkinchi mitoz 2N, 2S. 2N, 2S holatda. Va mana bu hujayra ham 2N, 2S. 2N, 2S. Mana bu hujayra endi o'sish davriga o'tadi. O'sish davrida bu yerda ham nima bo'ladi? Interfaza bo'ladi. Interfaza jarayoni, demak, DNK miqdorining 2 hissa ortishiga sababchi bo'ladi. Ya'ni 2N bu yerda S o'zgaradi. Mana bu S 2 hissa ortib qoladi. Va birinchi tartib ovotsidni hosil qiladi. Birinchi tartib ovotsid. Birinchi tartib ovotsid. Endi bu yerda yetilish davriga o'tadi hujayra. Yetilish davriga o'tganda demak meyoz 1 va meyoz 2 davrlari va bu yerda ham interkinez bor. Interkinez. Bu hujayra telofazani 1N, 2S to'plamiga ega bo'lgan, 1N, 2S to'plamiga ega bo'lgan hujayrani hosil qiladi va keyin 2S'dan keyin. Xo'p, mana bu hujayrani bundoq qilib olaylik. Birinchi tartib ovotsid. Mana bu yerda yana bitta kichikroq hujayra hosil bo'ladi. Buni to'plami ham 1N, 2S. 1N, 2S. Faqat mana bu hujayra yirik, mana bunisi unga nisbatan kichikroq. Keyinchalik bu hujayra
yana bir n 2 s to'plamga ega, bir n 2 s to'plamga ega bo'ladi. 3 ta mayda hujayra, bitta yirik hujayra hosil bo'ladi. Mana bu hujayra meyoz sikliga kirib kelgandan keyin ikkinchi meyozga kiradi. Ikkinchi meyozda bu hujayra aynan bir n bir s holatiga o'tadi. Bir n bir s holatiga o'tadi. Xo'p, bu yerda bu hosil bo'lganlar mana bunga qo'yamiz. Demak, mana bu hujayrani olamiz va mana bu hujayrani olamiz. Bu ikki hosil bo'lgan hujayrani ikkinchi tartib ovotit yoki yo'naltiruvchi tanacha. Qaysi biri yo'naltiruvchi tanacha bo'ladi? Albatta mana bu. Mana bu ketgani yo'naltiruvchi tanacha vazifasini bajaradi. Buni vazifasi mana bu katta yirik tuxum hujayrani oziqlantirish vazifasini bajaradi xolos. Mana buni o'zi tuxum hujayra. Chunki bu yirik. Mana bu hujayra yirik bo'ladi. Shuning uchun bu tuxum hujayra bo'ladi. Mana bular yo'naltiruvchi tanacha vazifasini bajarib ketadi. Va shu yo'l bilan bu yerda haqiqiy tuxum hujayra hosil bo'ladi. Haqiqiy tuxum hujayra. Endi spermatozoid harakatlanishi natijasida tuxum hujayra aynan bir n bir s hosil pellet qo'shiladi, bir n bir s va natijada diploid to'plamga ega bo'lgan yangi organizm, ya'ni bu endi embrion bo'ladi. Keyin bu o'zini ontogeneziga kirishadi. Embrional davriga kirib ketadi. Mana shu yerdan keyin blastomer, ya'ni zigota blastomer u blastula hosil bo'lguncha, ya'ni ko'p hujayrali embrion hosil bo'lguncha bo'linib olib, maydalanish davrida keyin gastrulyatsiyaga o'tib ketadi. Bu yerda farq nimada bo'lyapti? Mana bu yerda bo'lyapti. Mana. Demak, ovogenez jarayonida shakllanish bosqichi bo'lmaydi. Nimaga? Chunki unga xipchin kerak emas, chunki unga akrosoma kerak emas. U shunchaki qobiqqa o'ralib, himoyalangan holatda ichidagi mana bu bir n bir s ni himoya qilib tursa bo'ldi. Qolgan sitoplazmasi bilan oziqlantirib himoya qilib tursa bo'ldi. Mana shu yergacha tushundingizmi? Plus qo'yib yuborasiz, keyin tahlilni boshlayman. Ya'ni qanday savollar tushishi mumkin? Demak, qanday savollar tushishi mumkinligini tahlil qilamiz. Aynan mana shu yerda. Xo'p, 3 kishi tushunibdi. 3 kishi tushunibdi. Qolganlar tushunmadimi? Savollar bo'lsa, demak, video darsi ko'rgandan keyin bemalol murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, ana endi mana shu narsani men sizga tahlil qilib beraman. Demak, odatda organizmlar hosil qiladigan gametasiga ko'ra ikki xil bo'ladi. Qarang. Organizm hosil qiladigan gametasiga ko'ra ikki xil bo'ladi. Demak, birinchisi bo'lishi mumkin gomogametalik. Gomogametalik, ya'ni bir xil gameta hosil qilishi mumkin. Bir xil gameta hosil qilishi mumkin. Bu organizm gomogameta bo'ladi. Yoki heterogametalik. Heterogametali bo'ladigan bo'lsa, mana ikki xil gameta hosil qiladi. Bu hetero holatda har xil. Chunki bundan bitta katta A tushadi, bundan bitta kichik A tushadi.
Mana bu holatda bundan bitta katta B va bundan bitta kichik B tushadi. Shuni hisobiga har xil gameta hosil qilyapti. Bulardan bor yo'g'i bittadan gameta tushadi xolos. Shuning uchun gomo bir xil gameta hosil qila oladi xolos. Endi buni jinsga nisbatan oladigan bo'lsak, Xo'p, demak, erkaklari gomogametali deyishimiz mumkin. Shunda bunga qarama-qarshi urg'ochi organizm heterogameta bo'lib qoladi. Urg'ochilar demak heterogametali. Qarang, erkaklar gomogameta bir xil gameta hosil bo'lsa, demak jinsiy hujayraga nisbatan olyapman. XX bo'lib qolishi kerak. Urg'ochilar shunda teskari jarayon, ya'ni XY bo'lib qoladi. Urg'ochi ikki xil gameta hosil qiladi, erkak organizm demak bir xil gameta hosil qiladi. Bu organizmlarga qarang, kapalak, shular sinfi qo'shib ketaman va reptiliya. Reptiliya nima? Sudralib yuruvchilar. Xo'p, ikkinchisi, buni teskarisi bo'lishi mumkin. Erkaklar heterogameta bo'lishi mumkin. Erkaklari heterogametali. Bunda endi teskari jarayon, urg'ochi gomogameta bo'ladi. Urg'ochi organizm gomogameta. Gomogametali. Endi bu yerda erkak organizm XY o'zida saqlaydi, urg'ochi organizm XX saqlaydi. Yoki bo'lishi mumkin yana bir holat, umumiy erkak organizm monogameta hosil qilishi mumkin. Ya'ni jinsga nisbatan olyapman, ya'ni erkak organizm X0 bo'lishi mumkin. Yoki urg'ochi organizm monogameta hosil qilishi mumkin. Bunda ham urg'ochida X0 holatini kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Umumiy, demak, erkaklar gomogameta, urg'ochi heterogameta. Bunda jins kimga bog'liq bo'ladi? Mana bu yerda. Erkak gomogameta bo'lsa, demak, jins urg'ochi organizmga bog'liq bo'ladi. Agar erkaklar heterogametali bo'ladigan bo'lsa, jins albatta erkak organizmga bog'liq bo'ladi. Mana shu yergacha tushundingizmi? Xo'p, endi mana bu yerga qaytamiz. Tushungan bo'lsangiz, qarang. Masalani shartlari bor. Hali Azizbek degan o'quvchimiz bitta masala tashlagandi, o'sha masalani tahlil qilib bermoqchiman. Xo'p, qayerda edi? Mana. Gipertrixoz hamda daltonizm bilan kasallangan erkak jinsiy hujayrasi gametogenezi so'nggi bosqichida hosil bo'ladigan hujayralarning nechtasi o'zida daltonizm A genini, gipertrixoz B genini saqlaydi. Demak, erkak haqida gap ketyapti. X, Y bo'lgan. Bu yerda qanaqadir bitta mana qarang, gipertrixoz geni saqlanyapti-da va daltonizm bilan kasallangan erkak bo'lyapti. Daltonizm bilan kasallangan erkak bo'ladigan bo'lsa, mana bu yerda kichik D bor. Xo'p, ana endi yakunda qanday bo'ladi? Mana bu organizmda D geni ham bor, G geni ham bor. Endi bu organizm bunga bitta D'sini beradi, bunga bitta G'sini beradi.
Bu mana unga D ni beradi, bunga D ni beradi. Bunga G va bunga G harfi o'tyapti. Mana gipertiroxoz kasalligi ikkitada ketyapti, daltonizm ikkitada. Va yakunda qarang, yakunda har doim mana bu hosil bo'lgan gametalar, mana bu hosil bo'lgan gametlar qarang. Bittasi X bo'ladi, bittasi Y bo'ladi. Bittasi X bo'ladi, bittasi Y bo'ladi. Demak, yakunda o'zi bu yerda heterozigota holat kuzatilmaydi-da erkakda. Shuning uchun mana XD ni olib tushgan, mana bu gipertiroxoz olib tushgan. Mana bu XD ni olib tushgan, mana bu gipertiroxozni. Demak, spermatogenezning yakunida daltonizm geni ikkita bo'ladi va gipertiroxoz geni ham ikkita bo'ladi. Demak, xulosa, agar erkaklar heterogameta bo'lsa, ya'ni XY bo'lsa, bu sut emizuvchilarda kuzatiladi, hasharotlarda kuzatiladi. Yakunda 4 ta, lekin 2 xil hujayra hosil bo'ladi. Nimaga 2 xil? Bittasi X xromozomi saqlaydi o'zida, bittasi Y xromozomi, ya'ni jinsga nisbatan olganda. Qaytaraman. Agar erkak organizm heterogameta bo'ladigan bo'lsa, u holatda spermatogenezning yakunida 2 xil hujayra hosil bo'ladi. Ya'ni Xli va Yli. Endi teskari jarayon. Agar erkak organizm X ya'ni gomogameta bo'lsa, u holatda 4 ta hujayra hosil bo'ladi va hosil bo'lgan 4 ta hujayraning barchasi bir xil bo'ladi. Bu kimligiga bog'liq. Mana shu yerda agar ko'k kaptarni erkak desa, 4 ta hammasi bir xil hujayra hosil qiladi. Agar bu yerda sut emizuvchi keltirilib, sut emizuvchi organizmning erkagi deydigan bo'lsa, unda 4 ta, lekin 2 xil hujayra hosil bo'ladi. Endi ovogenezga o'tamiz. Ovogenezda agar urg'ochi organizm XX bo'ladigan bo'lsa, yakunda bitta va bir xil hujayra hosil bo'ladi. Bir xil hujayra hosil bo'ladi. Agar urg'ochi organizm XY, ya'ni qushlar bo'ladigan bo'lsa, yakunda bitta, lekin 2 xil hujayra hosil bo'ladi. Bu bitta hujayra yo o'zida X saqlaydi, yoki o'zida Y saqlaydi. Jinsga mana shu 2 xromosomaga bog'liq bo'lib qoladi. Mana bu nimadan spermatozoiddan X keladigan bo'lsa, bu XX qo'shiladi. Mana bu spermatozoid tasavvurini X olib kelyapti, bu ham X olib kelyapti. Natijada bu organizm endi erkak organizm bo'lib tug'iladi. Agar bordi-yu, bu X olib kelganda mana bu Y ni beradigan bo'lsa, yakunda bu organizm demak urg'ochi organizm bo'ladi. Demak, umumiy gametogenez mavzusi mana shu. Bitta genni olib ham tushunishingiz mumkin bo'ladi. Masalan, olaylik, polidaktiliya geni spermatogenez yakunida agar heterozigota bo'ladigan bo'lsa, mana bu holat bo'ladigan bo'lsa, demak, bu yerda bitta katta A, kichik a, katta A va kichik a bo'ladi. Yakun 2 bo'ladi. 2 bo'ladi. Har bir. Agar bu gomozigota holatda bo'ladigan bo'lsa, gomozigota holatda bo'ladigan bo'lsa, yakunda 4 bo'ladi. Ya'ni katta A dan 4 ta bo'ladi, lekin kichik A dan 0 bo'ladi. 4 0 bo'ladi. Mana shunday. Kim tushunmadi mavzuni? Hamma tushundimi? Bugunga mana shundan iborat. Tushungan bo'lsangiz